Yine dostlarım, bugün hazır yine saat 6:30. Hankallar degan bir zikeş var ekan. Shu yerga men baliqqa keldim. Bugün yine ajoyib mesda ekandim, zo'r. Balig'in ham gap yo'q. 6, 7, 8 baliq ushladik mana bir qarashda karaslar yine. Agar kimdir halovchi bo'lsa, bir dam olaman deydigan bo'lsa, kelib bemalol dam olishi mumkin. Yine qarmoqqa hozir ham tashab turibdi yine. Gördünüzler mi? Bemalol kelib, yari do'stlar bilan o'tirib bir hordiq chiqarib ketaman desangiz zo'r mesda ekan. Buni sizlarga buyog'ini ham tushuntirib beraman. Bir Hanqallar degan zikashi bor ekan. Uni shu zikashdamiz mana sentralniy savxoz chegarasi deydi, Urganch rayon. Kelaverasizlar, yana men hozir so'mkada mana baliq ushladik. 6-7 mi bilinmam, bir 10 ga yaqin balig'imiz bor yine. Ko'rgan bo'lsangizlar. Bemalol kelib yori do'stlar bilan o'tirib bir hordiq chiqarib ketadigan mesda ekan lekin. Kelaverasizlar do'stlarim. Agar kimgadir bir o'tirib dam olib bir baliq ushlayman desangizlar, buyog'imizdan kelsangiz mana Chalish yo'l, bu yoqdan kelsangiz mana O'zbekiston hayvat zonasidan kelasizlar. Yine mesdamiz ajoyib. Yine hozir men bir kelganimga 1 soat, 1,5 soatda oldu, bir 15 baliq ushladim lekin. Bemalol kelib dam olib hordiq chiqarib ketaverasizlar do'stlarim. Sog' bo'lin, salomat bo'lin.